Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Mana kecha foramiz kelib, yana navbatdagi foramiz sistemaga narsalar qo'shildi. Bizni kutgan maka yog'i ham chiqdi sistemada. Bilasizlar, hozir epidemiya O'zbekistonda ko'k yo'tal juda ham ko'p. Ko'k yo'talga zo'r yordam beradi. Mendan bitta olgan klientlar yana mana 5 talab so'rashyapti, chunki foydasi zo'r bo'lyapti. Nima uchun men bu videoni qilaman? Meni lichkamga rosa yozishyapti. Haqiqatda shunaqa zo'rmi? Haqiqatda yo'talni qoldiradimi deb. Aziz kuzatuvchilar, agar yolg'on bo'lsa, bizga yolg'on ishlatib nima zaril sizlarga vaqtimizni ketkazib, o'zi mahsulotimiz shundoq ham xaridor kir. Sizlarga yordam bo'lsin. Yo'taldan qiynalib yurganlar, allergiyadan, ko'k yo'taldan qiynalganlar shundan foydalanib shifo topinglar deb bu videolarni qilyapmiz. Biz hech qachon yolg'on ishlatmaymiz. Ayniqsa men yolg'on ishlatmayman. Shuning uchun haqiqatda yo'talni qoldiradi.